Meditasyon, yoga ve gipnoz qatorliqlarning hukmi nima? Meditasyon yoki meditation umuman zehni sergaklik, mindfulness, diqqatni yig'ish, concentration, charchashni yengillatib, ongni chiniqtirish qatorliq maqsadlarda cho'nqur o'yinish va fikr yurgizish gimnastikasidan iborat deyishga bo'ladi. Ayrim ilmiy tadqiqotlar meditasyon, cho'nqur o'yinish gimnastikasidan dard, alam, ich siqilish va og'riqni yengillatishdek ba'zi bir foydalarining borligiga ishora qilsa-mu, ba'zi bir tadqiqotlar bu turli usullarning yanada doğru, tantarbiya va boshqa davolash usullaridan alayda afzal deydigan paketning yo'qligini, hatto charchash va boshqa turli ziyonli yon ta'sirlarining borligini ta'kidlaydi. Meditasyon o'z ichida mantra, mindfulness, yoga, tayji va yal gumpisi qatorliqlarga ayriladi. Meditasyon turlarining har birining o'z oldiga falsafasi, usul, qoidalar bo'lib, umuman meditasyon bilan shug'ullanuvchi zehniga ma'lum bir narsani keltirib, butun diqqatini shuningga markazlashtirgan vaqtda ko'zi tasavvurdagi suratdan boshqa atrofdagi hech qanday narsani ko'rmaydigan holga keladi. Buni jimjit, yo'ruqliq va issiqlik nihoyatda normal va tabiiy muhitda, havossiz joyda tik o'tirib, ritmli holda cho'nqur va osta nafas olish bilan qiladi. Lekin bunun shar'iy hukmiga kelsak, cho'nqur o'yinish deganimiz tafakkur qilish va fikr yurgizishdan iborat cho'nqur o'yinishning o'zi to'g'ri bir ish bo'lsa-mu, biroq buningdan masala kufri va shirk e'tiqodga birib taqiladi. Chunki meditasyon turidagi cho'nqur o'yinish va tafakkur qilish ma'lum vaqt, ma'lum holatda ilib beriladigan butparastlarning diniy ibodatiga chetiladi. Qandoq deganda, Brahmanizm bilan Buddizm e'tiqodida cho'nqur o'yinni talab qilinadigan yoga qatori chiniqishlar orqali dunyoviy bo'lgan jimi narsalardan yalang'ochlanib, Xudo yoki jahon shumul ruh bilan birlashgan bo'ladi. Buning bilan ruhlar arom topadi va tafakkur usuli taraqqiy qilgan bo'ladi. Mana bular ozg'unlik va kufr e'tiqodidir. Mazkur dinlarda yoga gimnastikasi bir xil ibodat shakli bo'lib, u faqat cho'nqur o'yinish bilan cheklanib qolmaydi. Masalan, sahih hadislarda sajda qilish cheklangan, kun chiqayotgan vaqtda quyoshga 8 a'zo bilan sajda qilish yoki salom berish, ma'lum iboralarni xuddi zikr qilgandek takrorlayverish, ma'lum tariqada 10 xil o'ltirish va kazalar yogani heliqi sherik butparast zikr, sajda, salom va shu qatori amallardan tozalab ilib berish bo'lsa, o'ziga taalluq qoida va tartibga zid kelib, cho'nqur o'yinishning falsafasiga xilof bo'ladi va guru yoki brahmanlar nazaridagi meditasyon bo'lmay qoladi. Da uningdan ko'zlangan unum hosil bo'lmaydi. Shug'ullanuvchi faqatla ba'zi bir bema'ni harakatlar bilan mashg'ul bo'lguchi bo'ladi xolos. Bu xil chiniqish usuli ashundoq ozg'unlik va xurofotlik ustiga qurilgan ekan, musulmon kishi uning bilan shug'ullansa qat'iy bo'lmaydi. Hatto uningdagi kufriy iboralar o'rniga Qur'on o'qisimi, islomcha zikr qilsimi to'g'ri bo'lmaydi. Chunki bu cho'shqu güchni poklig'i bo'lmaganidek mumkin bo'lmaydigan ish. Musulmonlar faqat erkin azoda o'ylanish, tafakkur va analiz qilish orqali zehnini, aqlini chiniqtirish kerak. Ko'ngilini Qur'on o'qish, Allohni yod etish, halol kirim qilish va bir-biriga haqni tavsiya qilish orqali arom topqizadi. Gipnoz ba'zi bir texniklarni qo'llanish orqali sezimlarni g'idiqlash orqali insonda paydo bo'lgan ideyadagi bir xil tinch va o'zini qo'yib ong g'uvolishadigan psixikalik holat bo'lib, bu ahvoldagi inson uxlamagan, ammo uxlaganda yerim uyqu holatda boshqalarning bergan buyruq ishoratlariga ongsiz inkoschan holatning paydo bo'lishini ko'rsatadi. Gipnozlanuvchi gipnoz ustunun ishorasi va ko'rsatmasiga bo'ysunib, masalda inkos qaytaradi. İlgirki davrlarda gipnoz, sihir va boshqa harom usullarda elib berilgan bo'lsa-mu, hozirgi davrda odatdagi ahvolda davolanishni rad qilgan bemorni davolanishni qabul qildirib, burunqi salbiyligidan yondirishdek foydasi bor ilmiy davolash usuliga aylangan. Bu xil davolash ilmiy usul bo'lib, uning o'ziga yarasha usul qoidalari, shundaqla qo'lga keltirgan natijalari bor. Har maslak kasbda yaxshi kasb ahllarining bo'lganidek intayin asanda bo'lsa-mu, nachar tabiatli kasb ahlilarining bo'lishini inkor qilish mumkin emas. Yaqinqi yillardan buyon televizor va turli taratquv vositalarida gipnoz mahorati ko'z-ko'z qilinishga, havas qilguvchilar nuqul mushu haqda izlanib, gipnoz ilmini xuddi sergarlikning bir turiga aylantirib qo'ydi. Gipnoz qilguvchi o'z irodasidan mahrum bir holatda qarshi tarafning butun buyruqlariga tamoman bo'ysunish ichida bo'lgan suiiste'mol o'ng'aylikqa shakllangan bo'ladi-da. Ayrim psixikasi buzuq doktorlar bilan psixologlar gipnozda ba'zi bir bo'lmug'ir ishlarni sodir qilib, kishi yoki kishilarga ziyonkashlik qilgan ahvollar ko'rilgan. Shunga ba'zi olimlar gipnozning haddidan ziyoda xiyim xatarni ko'zda tutib, harom deb fatvo bergan. Demak,
gipnoz zaruriyati tug'ilganligi kasbiy doktorlar tarafidan bildirilsa, ishonchli doktor, psixologlarning qonunli kasal ko'rish o'rinlarida shar'an, mahram, nomahram masalalarga mutlaq rioya qilgan asosda gipnoz bilan davolashga qatnashishi joizdir. Vallohu a'lam bis-savob. Fatvoda doktor Abdulaziz rahmatulloh.